Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Husanov City'ni goldan qutqara olsa bo'lardimi? Abduqodirning o'yini qanday baholandi? Manchester City Angliya Premier Ligasining 37-turida Bournemouth mehmoni bo'lib, safar uchrashuvidan 1-1 hisobidagi durang bilan qaytdi. Qimmatli 2 ochkoning yo'qotilishi chempionlik kurashiga nuqta qo'ydi. Josep Guardiola jamoasi mavsumni 2-o'rinda yakunlaydigan bo'ldi. Arsenal esa uzoq tanaffusdan keyin chempionlikni tantana qiladigan bo'ldi. Nufuzli manba estimatecompany.com sayti ekspertlari Manchester City o'yinchilarining harakatlarini quyidagicha baholadi. Gianluigi Donnarumma 7/5. Italiyalik darvozabon bir nechta ajoyib seyvlarni amalga oshirdi va Cityning g'alaba uchun imkoniyatlarini saqlab turdi. Biroq raqibning birinchi zarbasini qaytara olmadi. Mateus Nunes 6/10. Bu mavsumda Mateus Nunes zimmasida bo'lgan katta yuklama nihoyat o'z ta'sirini ko'rsatgandek. Adrian Trufer butun o'yin davomida unga xavf tug'dirdi. Nunesga bu kurashda yordam yetishmadi. Abduqodir Husanov 6/10. O'zbekiston terma jamoasi o'yinchisi eng yaxshi formasida emasdi, ammo bu tanqid emas, chunki uning jamoadoshlaridan hech biri ham o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata olmadi. Abduqodir jamoani goldan qutqara olarmidi? Balki, lekin yosh iqtidor Junior Krupining mahorati va ajoyib zarbasining ahamiyatini kamaytirmaslik shart. Husanov o'z tezligi bilan City uchun muhim futbolchi, lekin u ham ba'zan hech narsa qila olmay qoladi. Mark Gehi 7/5. Birinchi bo'limda Gehi ko'plab muhim himoyaviy harakatlarni amalga oshirdi va menimcha u bu oqshomda Cityning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Nico O'Reilly 6/10. Nico O'Reilly tanaffusdan keyin darhol City hisobni tenglashtirishi mumkin bo'lgan ajoyib imkoniyatni qo'ldan chiqardi. U hujumda xavfli pozitsiyalarga chiqdi, ammo bu uning oqshomi emasdi. Rodri 6/10. Rodri to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Ayrim paytlarda unga og'ir bo'ldi, ammo u hech qachon jamoasi uchun harakat qilishdan to'xtamadi. Mateo Kovacic 5/10. Xorvatiyalik yarim himoyachi bir necha marta to'pni yo'qotdi va markazdagi o'yin undan chetlab o'tdi. Bernardo Silva 5/5. Bernardo uchun eng yaxshi kun emasdi. Kovacic bilan bo'lgani kabi o'yin ham Bernardoning uslubiga mos kelmadi. Antoine Semenyo 6/5. Gana terma jamoasi o'yinchisi Manchester Cityning maydondagi eng xavfli hujumkor futbolchisi bo'ldi. U bor kuchini berib o'ynadi va almashtirilganda Vitality stadionida muxlislarning tik turgan holdagi olqishiga munosib ravishda sazovor bo'ldi. Jeremy Doku 5/5. Belgiyalik Wingerda o'z imkoniyatlari bo'ldi, ammo bu oddiy qilib aytganda uning kechasi emasdi. Uning so'nggi paslari biroz noaniq chiqdi va Bournemouth himoyasi uni juda yaxshi to'xtatib turdi. Erling Haaland 7/10. Haaland o'yin so'ngida gol urdi va oxirigacha taslim bo'lmadi. Afsuski, butun o'yin davomida unga yetarlicha yordam bo'lmadi. Ryan Cherki 6/10. Cherki maydonga tushgandan keyin o'yinga qo'shilib keta olmadi. Savio 6/10. Braziliyalik Winger zaxiradan tushib harakat qildi va yomon bo'lmagan o'yin ko'rsatdi. Phil Foden 6/10. Cherki kabi Foden ham o'yinga faqat eng so'nggi daqiqalarda qo'shildi.